Salom. Men Yakubjanov Diyor Dirshodovich. Oliy toifali lord shifokoraman. Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent sifatida faoliyat ko'rsataman. Men quloq, tomoq va burun kasalliklarini konservativ va operativ usullar bilan zamonaviy davolashga ixtisoslashganman. Menga burun bitishi, quloq va tomoqda muammolar bilan murojaat qiluvchilar tobora ko'payib bormoqda. Bunga yechim sifatida o'z tajribamga asoslanib quyidagilarni tavsiya bera olaman. Achchiq, shirin va qizil mahsulotlar iste'molingizda istisno qiling. Burun va tomoqni oddiy eritmalar bilan chaying. Ushlang. Eng asosiysi, burun har doim erkin nafas olishi kerak. Agar bularga rioya qilgan holda ham bezovtalik his qilsangiz, demak, mutaxassisga murojaat qilish vaqti keldi. Men sizga yordam berishga tayyorman.